Tövəndə bu yıl iyulda nəşr qılınğan Texnika, Köç və Yükseliş namlıq kitabımның müqəddimə qismi. Texnika, Köç və Yükseliş müqəddimə. To'liq o'rta maktab adabiyot darsligida 11 asrda yashagan Uyg'ur olimi Mahmud Qashqariyning Turkiy tillar divani nomli mashhur kitobini Bag'dodda Jaloliddin Saljuqiyning kuch chiqarishi bilan Abbasiylar xalifaligining 27 xalifasi bo'lib taxtga chiqqan Abul Qasim Abdulla Muhtadibillaga taqdim qilganligi haqidagi mazmun xotiramga ching o'rnashib qolibdi. Shu chaqda Mahmud Qashqari Uyg'ur olimi ekanu o'z qavmining ona tiliga oid bu katta kitobni shunchalar ajr qilib yezib chiqib, nemishqa uni yot davlat, yot millatdan bo'lgan xalifaga taqdim qiladigan-do deb o'ylaganim hali ham yodimda. Aqllarning o'tgan kunlarni bak aslimaslik, hozirni qadrlik bilish, kelajakka umid bilan beqish to'g'risidagi o'gitlarini ko'p o'qigan va anglagan bo'lsam-mu, nemishqadir xiyol qushlarim pat-pat o'tgan kunlarga ketib qoladi. O'tgan asrning 80-yillarining o'rtasida to'liq o'ttirning 1-yilligida o'qiyotgan 15-16 yoshlarga kirgan chaqlarim edi. O chaqlarda yoshlik go'daklikdanmi yoki atrofimizni o'rab turgan uchur va muhit sharoitning ta'siridanmi va yoki oliy maktabga imtihon berish tayyorligi va boshqa ishlarning halakchiligida cho'nqurlab o'ylab ketmaganlikdanmi aytavr kallamda uzun asrlar ilgariki ijtimoiy muhit, siyosat va hokimiyat ahvolini tafsiliy tushunib, u haqda fikr yurgizib boqmabdiman. Shunga yuqorqidek bir savolning kallamga kirib qilishi ajablanarlik ish emas. U chaqdagi Uyg'ur adabiyot dars kitobimizga kirgizilgan mazmunlar millatparvar rahbar, olim, savdogar va palvonlarning hikoyalari, ish izlari, shoir va yozuvchilarning vakil xarakterli tarbiyaviy ahamiyatga ega asarlari bilan to'yingan bo'lib, ular o'quvchilarning qalbidagi millat so'ygusi va iftixorlik tuyg'usini kuchaytirish, bolalarning qalbida millatni qudrat topqizish, gullantirish va yuksaltirish orzularini bixlantirishga zo'r ma'naviy ozuq bo'lgan edi. Jumladan, men shu asarlarning ilhomi bilan yuksak arzu armonlarni ko'ngliga pukkanlardan biri edim. Balkim shu sababdan bo'lsa kerak, u yillarda oliy maktabga kirgan Uyg'ur yoshlari ilmga cho'nqur ishtiyoq bog'lagan, dili qaynoq hayotga bo'lgan muhabbat, go'zal kelajakka bo'lgan tashnalik, umid bilan to'lgan edi. Shu chaqdan boshlab hisoblaganda hozirga qadar 40 yilcha vaqt o'tdi. Vaqt rostla nurg'un narsalarni o'zgartirishga qodir ekan. Bu bir qarndan ko'proq vaqt ichida dunyoning qiyofati ajoyib bir yo'sinda o'zgarib ketdi. Siyosiy jihatda yillardan buyon davom qilib kelgan sovuq munosabatlar urushi oyoqlashib, Sovet Qizil imperiyasining to'mir changilda ezilgan nurg'un millatlar o'zlarining mustaqil hokimiyatlarini tiklab oldi. Tirnoq ichida. Garchi ular qanoq quzmay, badal to'lamay erishgan bu erkinlikni toza qadrlab ketmayotgandek ko'rinsimi. Qizil Sovet imperiyasi ulab tushgandan tortib, dunyo boshqa bir xalqaro to'qinishga, ya'ni atalmish xalqaro terrorlikqa qarshi turishning petib qolg'ichi bo'lgan qisqagina 10 yil ichida dunyoda nisbiy tinchlik va gullanish hukm surdi. Ilova. Bakrak sinchilab qarasak, bu xalqaro siyosiy vaziyatning har ikkisi Uyg'ur milliy manfaatiga ziyonli bo'lib chiqdi. 21 asr kirishi bilan uchur inqilobi dunyoning hamma yerida yamrab, ijtimoiy hayotning har qaysi bosqichlari,
iqtisodiy hayotning har qaysi qatlamlariga o'z tamg'isini besishga boshladi. Navbatda butun dunyo AI, ya'ni sun'iy aql texnikasi, sayyora egilik va to'xtovsiz holdagi sifirliq aloqaga ko'milyotdi. Bular bizning kundalik xizmat turmushimizga, ijtimoiy aloqamizga cho'nqur ta'sir ko'rsatyapti. Reallikni cho'nqurlab tushunishimizga va o'zgarishning tez sur'atiga yetishib mengishimizni, xirislarga taqobil turishimizni qiyinlashtiryapti. Dunyoviy makrolik o'zgarishlarni ilib eshitsak, tabiiy omillardan chiqib kuzatganimizda yer shari xarakterli havo klimatidagi o'zgarish, ya'ni atmosferaning isib ketishi, butkul insoniyatning yashash muhitiga bo'lgan ta'sirini hamda COVID-19 ga o'xshash yer shari xarakterli yuqumli kasalning ijtimoiy iqtisodiy ta'sirlarini alohida ta'kidlashga to'g'ri keladi. Ijtimoiy nuqtadan o'ylashganda, dunyoning umumiy nufusi eshiyotgani bilan nüfus qurilmasi va taqsimlanishda o'zgarish zo'r bo'lyapti. Bu ahvol o'z navbatida madaniyat, meditsina va emgak kuchlarining harakatiga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Hozir qisman rayonlarda qurolliq to'qinish bo'layotgan bo'lsa-mu, ammo davlatlarning bir-biriga bo'lgan iqtisodiy bog'lanishi o'tgan asrdagiga qaraganda xeyli ko'rinarli kuchayib ketgani uchun yer sharilishish yanada o'z o'qida davom qilyapti. Bu nuqtani COVID mazgilida ko'tarilgan maska qahatchiligi, vaksina yetishmaslik, ta'minlash zanjirining uzilib, yana tez asliga kelish, ulanish jarayonlaridan ko'rgili bo'ladi. O'tgan 5 yilda bu makrolik hodisalar shaxslarning kundalik hayoti, xizmatlariga mikrolik shaklda ta'sir ko'rsatib, ulgurganiga shohid bo'ldik. Masalan, yiroqda turib ishlash yoki uyda ishlash umumlashdi. Jumladan men hozir haftada 3 kun uyda ishlab, 2 kun idoraga boraman. Mal bahasi dunyoning ham yerda umumiylik o'sib ketdi. Bu yillarda sifirliq aloqa kuchaydi. To'r cho'lponlari, media aloqachilari ko'paydi, ham zo'raydi. Iqtisodning real egilikdan sifirliq egilikka o'tish sur'ati tezlashdi. Medianing siyosiyni qutblashtirishdagi roli kuchaydi. Shuningga ergishib, ro'yi kasallarning soni oshib bordi. İnsaniyat tarixida o'tning bayqilishi yiroq qadamqi buyuk bir bayqash bo'lgan bo'lsa, elektrning bayqilishi sanoat inqilobi kuchlanayotgan mazgildagi buyuk bayqash bo'lib hisoblanadi. Internet texnikasining barliq kelishi va kengayishi bo'lsa, davrimizdagi insonlarning hayotida g'oyat zo'r sifat o'zgarish paydo qilayotgan yana bir xil buyuk texnikalik ijodiyat bo'ldi. Har bir texnikalik ilgirlash, ilmiy bayqash va kashfiyot insoniyat jamiyatining o'zgarishi ko'pincha hollarda ilgirlashiga sababchi bo'ladi. Yangi texnikaning insoniyat jamiyatini urush va buzg'unchilikqa boshlaydigan qisman ahvollarini nazardan saqit qilg'ili bo'lmaydi. Ko'rib olishga bo'ladiki, texnika ikki bisliq pichoqliq rolini o'tab keldi. Uning razillikka, qonxo'rlikka homiy bo'lib qilishiga oid misollarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Necha ming yillardan beri farqli insonlar turkumlari, hatto o'xshash bir millat a'zolari bir-biri bilan yer, zamin, boylik, taxt va ustunlik talishib so'qishib kelgan. Qadimgi afinaliklar bilan spartallarning so'qishi, Xitoyning 3 podshohlik davri, o'rta asrda Mo'g'ullarning bosh ko'tarib dunyoni istilo qilishi, yaqinqi zamondagi ikki qitimliq dunyo urushi va hozirgi Rossiya-Ukraina urushlarining hammasi mana shuning misolidir. Urush son-sanoqsiz jonlarga zomin bo'ladi. İnsoniyatga kulfat, mavjudotlarga vayronchilik ilib keladi. Shahar yezlarni xarob qilib o'tadi. Shunga Benjamin Franklinning urushning yaxshisi tinchlikning askisi yo'q degan so'z bakmu joyida aytilgan. Urushda ishlatilgan harbiy qurollarning ilg'orlik darajasi va vayron qilish kuchi uni cheklanisiz yovvoyi turda ishlatish jangdagi talafot hodisalarining ig'ir yeniklik darajasini belgilaydi. Shu ma'nodan olganda, kaltak to'qmoq, nayza va qilichlar bilan qilingan urushda talafotga uchragan odamlar soni to'p zambirak, tank va bombarda aeroplan ishlatilgan urushda talafotga uchraganlar sonidan xeyli oz bo'lgan. Qurol yaroqlar texnikasi dunyo miqyosida o'rta asrdan keyin asta-asta taraqqiy qilishga boshlagan bo'lib, Napoleon 1815-yili Waterloo jangida ishlatgan qurolning eng ilg'orlari qisqa musofirlik miltiq va yenik zambirakdan iborat bo'lgan.
Ammo insoniyat 20-asrga qadam qo'yishi bilan yangi qurollarni, jumladan kuchli bomba, tanka, urush aeroplani, zararli gaz quroli va gazlarni tadqiq qilib yasash shiddatli bir iqimga aylanib, kuchli davlatlar basishib degidak bir-biridan ilg'or qurollarni yasashga kirishib ketdi. Bularning urushda ishlatilishi natijasida Birinchi Dünya urushida 20 milliondan ortiq kishi hayotini ayrildi. 21 milliondan ortiq odam yaralandi. Navbatda davom qilayotgan Rossiya-Ukraina urushidami yaqinqi yillarda kashf qilingan odamsiz aeroplan, dron bargan sir ko'p ishlatilib, odatdagi chaqlarda o'limni to'lim yiroqda bilib, hayotning payzini surayotgan nurg'un kishilar askarlikka ilinib, janggohga aylangan jangal o'rmonlarda jon taslim qilishyotdi. Demak, bu jangda harbiy qurolning texnik roli muhim rol olmoqda. Bu haqda New York vaqti gazetidagi dunyoviy nashr abkarimi bir necha qatim ma'lumot berdi. Bugungi dunyodagi texnik manzara shuki, har xil nazariya, qiyoslar, tajriba va tajribaxona muhitidan olib chiqib, real dunyoning masalalarini hal qilishga o'tdi. O'z-o'zini idora qilish iqtidori saplangan AI vakolatchilari mashina odamlarning namoyon qilgan mahoratlari elektr kuch sig'imi tarafidan belgilangan bo'ldi. Texnika yaksifirlik qurol bo'lishdan yer shari xarakterli asosiy sanoat muassasasi bo'lishga o'tdi. Bu jarayonni tamomlashda oddiy suhbat mashinasi, ya'ni chatbotdan bir yurish vazifasini orqama-orqa o'rinlay oladigan, o'z oldiga harakat qiladigan ko'p vakolat tor sistemasiga o'tish funksiyasini o'z oldiga harakat qiladigan yumshoq detallar o'rlayotgan bo'lsa, ko'p funksiyalik mashina odamlar AI texnikasi orqali ishlab chiqarish jarayoni va ambarni boshqarish vazifasini fizikalik mashina odamga ijro qilib. Cloud, ya'ni bulut texnikasining tadrijiy taraqqiyoti shirkatlarga nozik mashg'ulotlarni bexatar, mustaqil tor sistemasiga o'tkazish va sonliq ma'lumot bexatarligini qo'g'daydigan aralashma bulutlarni qo'llanish imkoniyatini yaratib beryapti. Avtomatik tor bexatarligi bo'lsa, oldin ma'lumot beradigan AI matrixlarini qo'llanish orqali avtomatik tez suratli tor hujumga taqobil turish iqtidorini joriy qildiryapti. Yaqinqi zamon sanoat taraqqiyoti tarixida avtomatlashishning ishlab chiqarish kuchlarini oshirganligi amaliyot. Navbatdagi uchur inqilobida makro o'zakning uchirib bitirib qilishdagi hal qiluvchi roli bargan sari ro'shanlashmoqda. Tor dunyosi va sipirliq eglikning ta'siri, shundaqla AI va cho'ng sonliq ma'lumot 21-asrdagi darajadan tashqari kuch sifatida insoniyat jamiyatini, fizikalik moddiy dunyoni va madaniyatlarni, hatto kishilarning psixikasi va qimmat qarashlarini shiddatli suratda o'zgartib bormoqda. Bu o'zgarishlar dunyoning hamma yerida avom xalqi besim va andisha elib kelmoqda. Chunki Charlie Mungerning so'zi bilan aytganda, texniklik o'zgarish kishilar osonlikcha taqobil tura olmaydigan qiyin masalalardan biri bo'lganligi uchun nurg'un kishilar uning oldida mag'lub bo'ladi. Yana bir nuqtadan o'zliksiz o'rganish va sipirliq eglikning aylanish qonuniyatini egallab olish orqali yuqoridagi o'zgarishning cho'llarini tutib olish mumkin. Yangi texniklik qurollar bilan qurollanib, o'zini kuchlantirishni niyat qilgan, fan texnika va ijodkorlik ahamiyat beradigan xalqlar dal shu cho'llarni tutib olish orqali maslasiz yuksalish fursatiga erisha oladi. Mayli shaxsiy yoki avom bo'lsin, bu o'zgarishlarga yetishmay olmasa yoki moslasha olmasa, tabiiy holda shollanib ketadi. Boshqalarning keynida qoladi va oqibatda g'oyat zo'r iqtisodiy kuch va darajadan tashqari texnikani qo'liga elib olganlarning shakli o'zgargan zamonaviy quliga aylanib ketadi. Bu ahvol ijtimoiy va iqtisodiy farqni keltirib chiqarib, oxirida siyosiy tengsizlik va adolatsizlikni paydo qiladi. Shundaqla kishilik qadr-qimmatning tiklanishi yoki gumron bo'lishi, insoniy qimmat qarashining yuksalishi yoki cho'kishini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Davrimizda g'oyat zo'r iqtisodiy kuch va texnikalik nazorat qilish qurollariga erishib olgan razil kuchlarning intayin qulay shaklda boshqalarni erkinlik va hayotdan mahrum qoldirayotganiga shohid bo'layotimiz. Uchur bexatarligining ojizlayotgani, razillarning uchur bexatarligi texnikasiga erishib olib, shaxslar va to'plarning uchurini o'g'irlab ziyon selayotganligini ko'ryapmiz. Oddiy qilib aytsak, fan texnika bir o'tkir qurolga o'xshaydi. U yaxshilarning qo'lida bo'lsa, tinchlikni qo'g'dash, elning farovonligi, baxt saodati uchun xizmat qilib, xosiyatli angushtlarga aylanadi. Yomonlarning qo'liga tushib qolganda bo'lsa, jahonning tinchligini bozib, oz sondagi bir o'chim razillarning nafsi, shuhratparastligini qandirish,
Buning badaliga jimi elga kulfat va vayronchilik ilib keladigan ofat yildiziga aylanadi. Onundan boshqa oz sondagi tali o'ngdan kelib, qaysidir bir kuch sohibining qanoti ostiga kirib olganlarni hisobga olmaganda, ko'p sondagi ojiz to'plar, texnikadan yiroq qolgan qavmlar dal shu texnika egilib olgan razillarning hujumidan chetda qola olmaydi. Shuning uchun shaxs va bir xalq sifatida dunyoning texnik taraqqiyotiga diqqat qilish biz uchun intayin muhim bo'lib, u kelgusimizni yoritishdagi tayin nuqtasidir. Bundan keyin dunyoda kvant hisoblash va biotexnikaning roli texnik kuchayib, inson bilan AI'ning simbiotik, ya'ni birga yashash munosabati murakkablashadi. Yer shari xarakterli masalalarni texnika orqali hal qilish tezlashib, insonlar hayotida zo'r o'zgarish bo'ladi. Moddiy va ma'naviy dunyosida zo'r tavrinishlar bo'ladi. Biz uchun texnika va yangiliklar to'g'risidagi tushunchani cho'nqurlashtirish, texniklik qurollarni qo'llanish va undan kuch olish, shaxs sifatida orzu qilgan hayotni qo'lga keltirish, xalq sifatida qaddimizni ko'tarishga tirishchanlik ko'rsatish intayin muhim.